Borib o'sha yerda Yaponiyada O'zbekistonni bayrog'ini ko'tartirib, O'zbekistonni madhiyasini sen yangratding. Malades. Xudo xolasa hammamiz birgalashib bitta kuch bo'lamiz. Biz ana ustozing biz hammamiz ustoz bo'lib, отдельно bo'lib qoldik. Shuga bora olmadik. Senga yordam bera olmadik. Xudo xolasa keyingi safar biz nima bo'lsa qat'iy nazar yoningda bo'lamiz. Tushundingmi? Yaxshi bo'ladi. Hech qachon afmagin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Alloh. Murodjon! 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 O'sha yerda borib O'zbekistonimizni, o'sha butun dunyoni mana oyna jahonda buni ko'rib, madhiyamizni eshitib, bayrog'imizni ko'rganni o'zi yutuq. U yutishi, qo'lni ko'tarilmasligi bu sport, u ikkinchi daraja. Xudo xolasa vaqt keladi, buni ham qo'l ko'tariladi. Shu Inshaalloh.